Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda yuragingiz urayotgan bo'lsa sizni topamiz. Eronda urib tushirilgan F-15 uchuvchisi qaysi vosita orqali topilgani ma'lum bo'ldi. AQSh Eronga zarbalarni boshladi. Xizmatingizga tayyorman. Viktor Orban Putinga yordam taklif qildi. AQSh va Eron 2 haftaga o't ochishni to'xtatdi. Endi esa batafsil. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, peshobda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy kuchli tabobat inomi prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi, siydik yo'lini tiklaydi, erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Vulkan ham sinalgan, ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Yuragingiz urayotgan bo'lsa sizni topamiz. Eronda urib tushirilgan F-15 uchuvchisi qaysi vosita orqali topilgani ma'lum bo'ldi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi Eron janubida urib tushirilgan F-15 qiruvchi samolyoti ikkinchi uchuvchisini qidirish va qutqarishda arvoh shivirlashi deb nomlangan futuristik vositadan foydalandi. Bu haqda New York Post nashri o'z manbalariga tayanib xabar berdi. Mazkur maxfiy texnologiya uzoq masofali kvant magnitometriyasi yordamida inson yurak urishining elektromagnit izini aniqlaydi. So'ngra sun'iy intellekt dasturi ushbu ma'lumotlarni umumiy shovqinlardan ajratib oladi. Dushanba 6-aprel kuni Oq uyda o'tkazilgan brifingda Prezident Donald Tramp va Markaziy razvedka boshqarmasi direktori John Ratcliffe ushbu texnologiyaning ilk bor jangovar sharoitda muvaffaqiyatli qo'llanganiga ishora qildi. Bu xuddi minglab kvadrat millik cho'l o'rtasida turib, ulkan stadion ichidagi birgina odamning ovozini eshitishga o'xshaydi. Tegishli sharoitlar mavjud bo'lsa, yuragingiz urayotgan ekan, biz sizni topamiz, deya tushuntirdi dasturdan xabardor manba. New York Post'ning yozishicha, arvoh shivirlashi aerokosmik gigant Lockheed Martin kompaniyasining o'ta maxfiy Skunk Works bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan. Texnologiya allaqachon Black Hawk vertolyotlarida sinovdan o'tkazilgan bo'lib, kelajakda F-35 qiruvchi samolyotlarida ham qo'llanishi mumkin. Ushbu qurilma sintetik olmoslardagi mikroskopik nuqsonlar atrofida qurilgan kvant datchiklarga asoslangan. Odatda bunday kuchsiz signallarni faqat shifoxona sharoitida sensorni ko'krak qafasiga yaqinlashtirib o'lchash mumkin. Biroq yangi texnologiya bu ulkan masofalardan amalga oshirish imkonini beradi. Tramp Markaziy razvedka boshqarmasi uchuvchini 64 kilometr masofadan turib aniqlaganini ma'lum qildi. Bu xuddi somon uyumi orasidan igna qidirishdek gap. Markaziy razvedka boshqarmasi bu nuqtani topishda aql bovar qilmas ishni bajardi, dedi Tramp. AQSh Eronga zarbalarni boshladi. AQSh qurolli kuchlari 7-aprel kuni Eronning Xark orolidagi harbiy nishonlarga 50 dan ortiq aviazarba berdi. Bu haqda 2 nafar amerikalik mulozimga tayanib The Wall Street Journal xabar berdi. Ta'kidlanishicha, zarbalarda neft infratuzilmalari nishonga olinmagan. Mazkur hujumlar Prezident Donald Trampning Eron oldiga qo'ygan 48 soatlik ultimatum fonida yuz berdi. U eronliklardan Hormuz bo'g'ozini qayta ochishni talab qilib, agar bu amalga oshmasa mamlakatga do'zax yog'dirish bilan tahdid qilgan edi. Tramp 7-aprel kuni Tehronga nisbatan tajovuzkor ritorikasini yanada kuchaytirib, agar mamlakat seshanba kuni soat 20:00 gacha uning talablarini bajarmasa, Eron sivilizatsiyasini butunlay yo'q qilib tashlash bilan tahdid qildi. Bugun kechasi butun bir sivilizatsiya o'ladi va hech qachon tiklanmaydi. Men bunday bo'lishini xohlamayman, lekin ehtimol shunday bo'ladi. Bugun kechqurun dunyoning uzoq va murakkab tarixidagi eng muhim lahzalardan biri bo'ladi. 47 yillik tovlamachilik, korrupsiya va o'lim nihoyat tugaydi. Xudo buyuk Eron xalqini yorlaqasin, deb yozdi Tramp o'zining Truth Social'dagi sahifasida. Tramp shuningdek Tehronning barcha elektr stansiyalari va ko'priklariga zarba berishga tayyorligini bildirdi. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance mamlakat o'zining Erondagi harbiy maqsadlariga erishganini va endi navbat Tehronga ekanini aytdi. U shuningdek nutqi davomida AQSh bisotida Eronga qarshi qo'llanmagan vositalar mavjudligini va ulardan foydalanish Trampga va Tehronning o'z fikrini o'zgartirishga bog'liq ekanini aytdi. Xizmatingizga tayyorman. Viktor Orban Putinga yordam taklif qildi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban 2025-yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putinga Ukrainadagi urushni tartibga solish bo'yicha Budapeshtda sammit o'tkazish kabi masalalarda har qanday usul bilan yordam berishni taklif qilgan. Bu haqda ikki yetakchi o'rtasidagi telefon muloqoti stenogrammasiga tayanib Bloomberg xabar berdi. Vengriya hukumati matbuot kotibi Bloomberg tomonidan ko'rib chiqilgan 17-oktyabrdagi telefon muloqoti stenogrammasini e'lon qilish yoki holat yuzasidan izoh berish so'roviga javob bermadi.
Kreml ham mazkur ma'lumot bo'yicha darhol munosabat bildirmagan. 2010-yildan buyon hokimiyatni boshqarib kelayotgan Yevropa Ittifoqi siyosatiga tanqidiy qaraydigan yetakchi Viktor Orban 12 aprel kuni o'tadigan saylovlarda so'nggi 16 yildagi eng qiyin sinovga duch keladi. Ukraina urushiga qaramay u Putin bilan iliq aloqalarni saqlab qolgan va Vengriyaning Rossiya nefti hamda gaziga qaramligini davom ettirmoqda. Shuningdek, Orban urushda shikastlangan neft quvuri bo'yicha Kiyev bilan kelishmovchilikni vaj qilib, Yevropa Ittifoqining dekabr oyida kelishilgan Ukrainaga beriladigan kreditini bloklab kelmoqda. Bloomberg e'lon qilgan stenogrammaga ko'ra, Orban Putin bilan suhbatda uni do'st deb atagan va ularning yaqin aloqalari 2009-yilgi Sankt-Peterburgdagi uchrashuvdan boshlanganini eslatib o'tgan. Kecha bizning do'stligimiz shunday yuqori darajaga ko'tarildiki, men sizga har qanday usulda yordam bera olaman. Xuddi ertakdagi sichqon sherga yordam bergani kabi. Qaysi masalada yordamim tegsa xizmatingizdaman degan Orban Putinga. O'z navbatida Putin Orbanga ular o'rtasidagi aloqalarni juda qadrlashini aytgan. Shuningdek, u Tramp bilan uchrashish uchun Budapeshtni Yevropadagi yagona munosib joy deb hisoblashini bildirgan. Vengriya o'shanda Putinga xavfsizlik kafolatini bergan edi. Garchi xalqaro jinoiy sud uni hibsga olish haqida buyruq chiqargan bo'lsa-da, Orban hukumatı uni Tramp bilan uchrashish uchun mamlakatga bemalol kiritishga va'da bergan. Putin esa o'z navbatida Orbanning Ukraina masalasidagi mustaqil va moslashuvchan pozitsiyasini maqtagan. AQSh va Eron o't ochishni 2 haftaga to'xtatishga kelishib oldi. Bu haqda prezident Donald Trump o'zining Truth Social sahifasida ma'lum qildi. Trumpning yozishicha, u Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif va mamlakatning quruqlikdagi qo'shinlari qo'mondoni Asim Munir bilan suhbatlashgan. Shundan so'ng Eronga berilayotgan zarbalarni 2 haftaga to'xtatishga rozi bo'lgan. Ular mendan bugun kechqurun Eronga yuboriladigan vayronkor kuchlarni to'xtatib turishni so'rashdi. Eron Hormuz bo'g'ozini to'liq, zudlik bilan va xavfsiz ochishga rozi bo'lgan taqdirda, men Eronni bombardimon qilishni 2 hafta muddatga to'xtatishga roziman. Bu ikki tomonlama sulh bo'ladi, dedi AQSh rahbari. Trumpning tushuntirishicha, bunday qarorga kelishning sababi AQSh barcha harbiy maqsadlarga allaqachon erishgan va hatto ularni oshig'i bilan bajargan. Shuningdek, Eron bilan uzoq muddatli tinchlik va Yaqin Sharqdagi barqarorlik bo'yicha yakuniy kelishuvga juda yaqin kelingan. Biz Erondan 10 banddan iborat taklif oldik va bu muzokaralar uchun o'rinli asos deb hisoblaymiz. AQSh va Eron o'rtasidagi turli bahsli masalalarning deyarli barchasi kelishib olindi. 2 haftalik muddat kelishuvni yakunlash imkonini beradi, dedi u. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Hormuz bo'g'ozining ochilishiga rozi ekanliklarini aytdi. Bosh vazir Shahboz Sharif murojaati, shuningdek AQShning 15 banddan iborat taklifi va Trumpning Eronning 10 banddan iborat takliflari muzokaralar uchun asos sifatida ko'rib chiqishga tayyorligi haqidagi bayonotini inobatga olgan holda, Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi nomidan quyidagini ma'lum qilaman. Agar Eronga qarshi hujumlar to'xtatilsa, qurolli kuchlarimiz mudofaa harakatlaridan to'xtatadi, deyiladi Aroqchi e'lon qilgan hujjatda. Vazir 2 hafta davomida Eron qurolli kuchlari bilan kelishilgan holda Hormuz bo'g'ozi orqali xavfsiz o'tish ta'minlanishini aytdi. Eron Yaqin Sharqdagi urushni to'xtatish borasidagi sa'y harakatlari uchun Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif va Field Marshal Asim Munirga minnatdorlik bildirdi.